Tursun aka, tuzumisiz, qalis, chiqishlovli tinchmi? Nima yengilliklar? Jamila, Toshkentga kelib shunchalik o'zgarib ketdingmi? Ayam sen bilan ko'rishishimni aytgandi. Mana bittachivoz. Yurmanski Toshkent kimligini ko'rsatib o'qaman. Nimani ko'rsatasan? Toshkent kimligini de tushunmayapsizmi nima? Qayerdan olding bu gapirishni? Ketyapmiz-da. Voy, o'lay. Qanday yoqyaptimi sevimim qishloqdagi tengdoshim? Zo'r ekan, yoqdi menga. Yurrasi kelib qolsa, men senga choy-poy qilib berqolay. Enangni o'g'limanmi sanlaysan? Yur. Yura qo'ying. Toshkentchani qachon yodlading? Uxlayotganda yodladingmi? Chala yodlabsan. Nima deb o'tibsiz? Kimdir bizga qarab o'qoldimi? Jamila hech piching olmayaptimi? Zo'r qilib gapiryapsan? Ha? Sen Toshkentchani eshitib, men uyalib ketyapman. Iltimos gapirma. Ayni biz o'rganib qolganmiz-da. O'li. Voy, Jamila meni liqillabdi-ku. Bu pampulshada, bunaqasini faqat Munifdan topasiz. Ana Muqimiy ko'chadagi har xil shirinliklar sotadigan. Bu ikkinchi filialida Suymunga ochilgan. Zo'r ekan, qani yeb ko'raychi. Buncha zo'rmi, buncha yumshoq? Bu paxtadek bulutga o'xshaydi-da, dundiqqina. Jamila, Toshkentga kelganiga necha yil bo'ldi? Bu hafta payshanba kuni kelgandim. Tez seni olib ketayda qishloqqa. Bo'lmasam bo'lka Toshkentchaga yangi lug'atlar qo'shyapsan. Tirilinglar. O'zingcha. Qatga deginchi? Qatti. Qatti demaydi, qatga deydi. Gadang.